Assalomu alaykum. Erta tongdan turib bizni tomosha qilayotgan Uyg'on bolajon dasturini qo'yib va Mustafa Yunus bilan Musulmon Yunusni tomosha qilaman degan hammaga assalomu alaykum. Qiliqsiramasdan salomlar. Assalomu alaykum. Studiyamizga logoped defektolog Latofat Zafarovnani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Assalomu dada. Bu o'yinchoqlar mangami? Bu yo'q, bu o'yinchoqlar joyiga qo'yib qo'ygan. Bu o'yinchoqlarni Latofat men juda ham yaxshi bilaman, chunki kichkina qizim Maryamxonni logopedga olib borganimizda ko'rganman, lekin ko'p muxlislar, ko'p tomoshabinlar bilmaydi. Tushuntirib bersangiz. Bu o'yinchoqlar bizani bolalarimizni mashg'ulotlarimizni qiziqarliroq o'tkazish uchun, bundan tashqari farzandingizni yirik motorikasini, yirik motorikamiz nutqimizga bog'liq. Mustafa uchun, misol uchun 6 yasharli bolaga tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlar qilishimiz mumkin. Ha, uni tushunarli. Hozir o'yinlarda o'ynashdan oldin yana bir narsani aytamiz. Ko'p yosh bolalarda ayrim r harflari, l ko'p harflarni ayta olmaydi. Shu o'yin orqali ham shuni repetitsiya qilsa bo'ladimi? Albatta, tovushini qo'yganimizdan keyin shu har bitta harakatiga bittadan so'z, shu tovush bog'langan so'zlarni berishimiz mumkin. Har bir vazifa uchun. Misol keltiramiz. Mustafa tur. Keling Mustafa. Bu adashmasam, yo'q, tur. Mana bunaqa turgandi. Mana. Bunda albatta oyoq kiyimni yechamiz. Ke. Chunki bizani oyog'imizda ham sezgi organlarimizdan biri ta'sir, teri taktil rivojlangan. Uni bilaman, uni bilaman. Mustafa turib olamiz va Mustafa uchun r tovushiga so'zda tanlaymiz. Mustafa, osmonda nima uchadi? Tepaga kosmosga. Kosmosga. Kosmosga nima uchadi? Raketa. Raketa. To'liq aytamiz. Raketa. Cho'zib aytamiz. Eng asosiysi Raketa. cho'zib aytish. Ha. Qo'limizga Qisqamasi. olamiz, ikkalasini, buni olamiz va unisini. Raketa deyotganda bu koptoni bu yoqqa solamiz. Faqat cho'zamiz. Raketa. Raketa. O'xshamadi. Raketa. Raketa. Ana, juda ham chiroyli. Yana Endi o'xshamadi. qo'yamiz. Yo'q, hali davomi bor. Chiroyli Mustafa. Raketa. Cho'zamiz. Qattiq bilan. Raketa. Juda chiroyli. Qo'yamiz. Endi har biriga bittadan oyog'ingni qo'y. Bunisida endi aytamiz, qara, stolda tennis o'ynashadi-ku, o'shaning otini bilasanmi? Ushlaydigan taxtachasini. Buni tafakkur, savol-javob orqali nutqni ham rivojlantiramiz. Xotiraga tayangan holatda. Otini bilasanmi? Raketka. Raketa. Stol tennisni raketkasi. Tushamiz. Endi qara, anu eshikni cheti bo'ladi-ku, o'sha nima? Rasmi ham cheti bo'ladi. Ramba. Ramka. Ramka. Olamiz koptoni, cho'zib birini aytamizda, bittasida ikkinchisiga solamiz. Ramka. O'xshamadi? Qattiqroq. Ramka. Qattiq. Ramka. Ramka. Молодец. Qo'yamiz. Endi u yoqga aytamiz, nima qilish kerak? Endi xotirani tekshiramiz. Boya nima so'z aytgandik? Raketka. Молодец. Faqat cho'zib birini. Bundan oldin nima so'z aytgandik? Raketa. Undan keyin Raketa. raketadan Raketka. Raketka. Keyin eshikning chetidagi narsa rasmlarni ham chetida bo'ladi. Rdan boshlanadi. Endi qattiqroq Rga ahamiyat beramiz. Esladi, xotirasi yaxshi. Faqat R esdan chiqib qoldi. Qattiq qilib. Ramka. Ramka. Молодец. Qo'yamiz. Bir nechta vazifa, bir nechta bizdan jarayonlarimizni rivojlantiradi. Xo'p, yana bitta savol. Bu qanaqadir vaqt chegaralanganmi buni yoki o'sha to so'zlarni aytguncha, to eslab, boyagi so'z nima edi, o'sha so'zlarni eslab o'tiladimi? Vaqt bemalolmi demoqchiman. Bunda vaqtga ham qilish mumkin. Agar bola bundan oldin natijalari yaxshi bo'lgan bo'lsa, vaqtga, tezlikka. Agar natijalari juda ham yaxshi emas, lekin endi o'rganayotgan bo'lsa, natijaga ishlanadi. Eng asosiysi R'ni ham esdan chiqarish kerak emas. Bu har xil holatda ham shu tovushni eslab qolish uchun berilgan vazifa. Turganda ham, o'tirganda ham, vazifa qilayotganda ham, bunday holatlarda ko'chada o'ynaganda ham bola eslab qolishi uchun. Sog'lom bola necha yoshdan to'liq va aniq gapirish kerak?
Sog'lom bola to'liq gapirishi uchun kichkina yoshda har bir yoshi to'liq gapirish o'zini normasi bor. 2 yashar bola to'liq gapirishi deganda bu jumlalarda gapirishi. 3 yashar uchun gaplar tuzishi, lekin tovushlarga ahamiyat bermaymiz. Tovushlari bolani 5 yoshga kelib barcha tovush bo'lib, siz bilan bizga o'xshab gaplashishimiz uchun unga 5 yoshda hamma tovushlari, grammatikasi, qo'shimchalari to'liq rivojlanadi. Hozirgi kunda ko'p farzandlarni, masalan, ota-onalar noliydi, farzandim 3 yosh bo'ldi, 4 yosh bo'ldi, hali ham unchalik yaxshi gapira olmaydi. Ko'pchilik buni televideniya bilan, telefon bilan, ko'p bola ekran vaqtida o'tiribdi deyshadi, lekin eng oziq-ovqatdagi katta sababni ko'pchilik ko'rmaydi. Shu sababni aytib ketmoqchi edim. Bu muhim, bu muhim. Kichkina yoshdagi 1 yashargacha bo'lgan nutqni rivojlantiruvchi katta sababini hech kim ko'rmayapti. Bu bolani blenderda ovqat yedirish. Chunki bizning chaynash muskullarimiz ham nutq muskullari bitta muskullar. Blenderda ovqat yegandan keyin ular rivojlanishda orqada qoladi-da, ko'p bolalarni 3 yoshgacha blenderda ovqatlantirishadi va nutq ham chiqmaydi. Hozirgi bu gapirayotgan gaplaringiz meni ayolimga tegib ketadi. Xafa bo'lmanglar, hurmatli ayollar. Chunki bolam qiynalmasin, tezroq hazm qilsin deb blenderda chiqarib beradi ko'p narsani. Keyin hozir o'sha aytganimizda biz ham logopedga boramiz. Logopedning birinchi muammosi bola chaynasin. Logoped shunga harakat qilyapti. Qo'pol bo'lsa ham, to'g'ri tushunasiz, shunga pul to'lanyapti. Vaholanki oldin logoped bo'lmagan, uyda ham shu ishni qilsak bo'ladi. O'zini qo'liga berib qo'ysa, o'zi chaynab, o'zi harakat qiladi. Va suhbat, albatta suhbat. Chunki suhbat o'stiradi. Oldingi paytda siz yoshligingizga qaytsangiz, buvularingiz bilan she'rlayotgansizlar, kichkinagina she'rchalarimiz bo'lgan. O'yinlarda mana motorika rivojlangan, bolalarda ko'chaga chiqib o'ynash bo'lgan. Hozirda ko'proq bilimga beramiz, harf o'rgansin, son o'rgansin deb bolani motor, ya'ni ko'chaga chiqarib o'ynashiga berishmaganligi sababli ham agar bola ko'rib turgan oyoq qo'lini, Mustafa kel. Mana qo'lingni ko'tar. Boshini keyingi bu qulog'ingni, chap qulog'ingni usha. Mana bu normada qila olyapti. Bir xil bolalar shuni o'ng qo'lingni ko'tarib, chap qulog'ingni ushagin desa, qulog'ini bunday ushab qo'yadi. Bu motor rivojlanishda ham muammolar borligini bildiradi. Nimaga? Mustafa maza qilib o'ynasa kerak. O'ynamaydigan bolalar bor, kichik yoshdan, 3 yoshdan harflarni hammasini biladi, lekin gapirmaydi. Nimaga? Ko'proq bilimga ketgan, bolaning motor rivojlanishiga qarashmaydi. Qo'l oyog'ini boshqara olmagan bola tilini boshqara olmaydi. Hozirgi kunda juda muhim bo'lgan savol. Bolani to'g'ri gapirishi uchun onalarga, ayollarimizga nima tavsiyalar bera olasiz? Blender zo'r bo'ldi tavsiya. Bu men uchun ham, qolgan tomoshabinlar uchun ham. Endi ayollarimizga. Yana bitta tavsiyalarimdan bittasi bo'lgan bo'lardi, bolani tagliklardan olib chiqish. Bu fan bilan tasdiqlangan, taglikda yurgan bola ham gapirmaydi. Chunki bola qachonki etib shu xohishini, o'zini tanasi bilan bo'layotgan hodisani etolsa, ya'ni xohishini etolsa, nutqi, ya'ni bola o'zini tushunadi, nutqi ham o'zidan chiqadi. Yana bitta lekin bu gapsizlar, lekin bitta narsani aytyapsiz. Hozirgi hamma taglik ishlatadi. 2 yoshda bola taglikdan chiqish kerak. 2 yoshdan keyin ishlatish kerak emas. To'g'ri aytyapti. Qarang, hozir Mustafa aytyaptiki, dada, Maryamxon, ya'ni kichkina qizim hali ham taglik ishlatadi-yu, 3 yoshga yaqinlashib qoldi. Uni o'rgatish kerak. Latofatxon, uyda onalar qanday mashqlar qilsa bo'ladi? Lekin bitta narsani aytib qo'yay. Hozir to'g'ri internet, televizor deymiz, lekin mana shu Mustafa ruschani ham televizordan o'rgandi, gapirishni ham, televizordagi har xil mashqlar bejizga emas, mana shu bolajonlarimiz uchun atalgan ko'rsatuvlar bor. O'sha yerdagi dasturlarni ko'rib, masalan, tili chiqadi, fikrlashi o'zgardi. Onalarimizga uy sharoitida nima qilsa bo'ladi? O'sha televizor to'g'rimi? O'sha bolalarimiz uchun dasturlar. Bolalar uchun dasturlar juda ham to'g'ri tanlangan, ona tilida ko'rish kerak. Misol uchun, agar siz ikkita tilni bolada rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ona qaysi tilda bo'lsa, bekorga ona tili deyilmagan, ona qaysi tilda gapirsa, shu tili rivojlanadi. Lekin siz boshqa tilni qo'shmoqchi bo'lsangiz, uni gaplashadigan insoni bo'lishi kerak. Misol uchun, otasi rus tilida gapirib, rus tilini rivojlantirishi mumkin. Kerakli, foydali multfilmlarni ko'rsin, faqat ota-ona bilan birga.
Chunki multfilm ko'rganda bola ichki lug'at boyligi nimadirlarni eshitib yodlaydi, lekin uni foydalanish uchun ota-ona o'tirib, nima bo'lyapti bu multfilmda, kim ishtirok etdi, kim gapiryapti, misol uchun ko'rsatuvlarda nimadirlar yasayotgan bo'lsa, nima yasayapti Savol deb tug'iladi. savollar bersa, bola javob berib fikrlashga, ko'rayotgan narsasini anglashiga olib keladi. Hurmatli ota-onalar, Mustafa savol beradi, ya'ni farzandlarim qo'limdan kelgancha to'xtab savoliga javob beraman. Chunki bu narsani men eshitganman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Bola savol berdimi, qo'ldan kelgancha javob bering. To'xtab tur, jim tur, hozir jim tur deyish kerak emas. Bola shu bilan ota-onam jim deyapti-ku deb jim bo'lib qolishi mumkin. Yana bir savol, necha yoshdan bolani o'sha logopedga, ya'ni sizlarga olib borish mumkin? Necha yoshdan yoki qanaqadir muddat kutish kerakmi? Bola o'zi gapirib ketar deb. Yo'q, har bir yoshni normasi bor o'zini. Agar bola 2 yoshda umuman gapirmasa va tushunmasa, chaqirganida ismiga qaramasa, unda mutaxassisga albatta murojaat qilish kerak. Chunki bolada yo eshitishida, yo nevrologik yoki rivojlanishda orqada qolish mumkin. Bu nutq jihatidan. 3 yoshda masalan gapirmasa, lekin tushunsa ham olib borish kerak mutaxassisga. 5 yoshga kelib hamma tovushlari bo'lishi kerak. Misol uchun 3 yoshda bola R ni ayta olmasa, mutaxassisga borish shart emas. 5 yoshgacha tovushi chiqadi. 5 yoshda bola hamma narsani gapiradi, lekin tushunarsiz, so'zlarni yutib yoradi, bo'g'inlarni ayta olmaydi, so'zda gapda fikrini to'liq ayta olmaydi, qo'shimchalardan foydalanmaydi. Ya'ni grammatik xatolari bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Latofatxon, sizga kattakon rahmat tavsiyalar uchun. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz, ayniqsa onajonlarimiz ham ko'p narsa olishdi. Chunki farzandlariga siz va ota-ona yordam bermasa bu juda ham qiyin. Sizga ham taklif uchun rahmat.